Migratsiya agentligi tashabbusi bilan Rossiyaning neft sohasi bo'yicha bir qator korxonalar bilan shartnomalar imzolandi. Xorijda ishlashligida bo'lgan ishsiz fuqarolar ham keyin jalb qilinadi va mana shu o'quvlar davomida ular maxsus o'sha sertifikat guvohnomalarini olishadi. Shuning uchun zaten hammasi через migratsiya. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizda hozir ish jarayoni, yaqinda oylik maoshlarimizni oldik. $2250 atrofida oyligimiz chiqdi. Bu uchun o'z hukumatimizga rahmat aytib qolamiz.